ko'plar mana kredit tarixi yaxshi bo'lmay mana davom ettirsa ko'plar so'rayotgan edi. Mana 2024-yil ishlab chiqarilgan avtomatkorka Cobalt'imiz holatlari 4 yumshoq balonlari bor. Kril kapotda kraskasi bor mana holatlari. Mashina yaxshi holatda 113 Provek. Metan hamma narsasi bor. Orqalarga pistochni faralar qo'yilgan. Mashinani o'tgan yil mashina qimmat pul olgan akamiz. Asosiy qarzi 120 milliondan baland. Ko'plar qiziquvchilar mana davom ettirishga so'rayapti. Pashta 8 oy to'langan mashinani, oylik to'lovi 4 million 100 ming, 4 million atrofida pul chiqqan. Boshlang'ich to'lov 20 million bersa, bu yerni davom ettirishga beraman deyapti ko'plar cho'g'irnidagi akalar uchun. Mana davom ettirishga tayyor kreditli mashina. Degan raqamlarni pastga qo'yib qo'yamiz. Egasini o'ziga chiqib, bemalol aloqaga chiqib, o'zi bilan gaplashib olaverasizlar. Boshlang'ich to'lov 20 million bo'lsa, chiqqana qarzdorligi yo'q ekan. 20 million berib shuni davom ettirib kelsin deyapti. Oylik to'lovlarni oyma-oy to'lab kelayotgan ekan. Pastga raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Egani o'ziga chiqib gaplashaverasizlar.